Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz bugun 1-sinf tarbiya darsligidagi 2-bo'limni tugatamiz va mustahkamlab umumiy xulosalarni chiqaramiz. Darsimizning maqsadlari: ta'limiy maqsad: o'quvchilar 2-chorakda o'rganilgan mavzularni takrorlaydi, asosiy tushunchalarni mustahkamlaydi. Bularga odoblilik, mehnatsevarlik, o'zaro yordam, minnatdorlik va hokazolar kiradi. Tarbiyaviy maqsad: o'quvchilarda odob, hurmat, minnatdorlik, do'stlik va mehr-oqibat tuyg'ularini kuchaytirish. Rivojlantiruvchi maqsad: fikrini to'liq bayon qilish, muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Darsimizning jihozlari: tarbiya darsligi, mavzularga oid rasmlar, savol-javoblar, baholash yulduzlari. Darsning borishi: tashkiliy qism. O'quvchilar bilan salomlashamiz, davomatini olamiz. O'tgan mavzuni eslash 10 daqiqa. Bunda o'quvchilar bilan suhbat tarzida savol-javob o'tkazamiz. Odob nima? Minnatdorlik deganda nimani tushunasiz? O'qituvchi va ota-onaga qanday hurmat ko'rsatamiz? Ushbu savol-javobda faol qatnashgan o'quvchilar yulduzchalar bilan rag'batlantiradi. 3-bo'lib guruhli ish tashkil etamiz. Bu 15 daqiqa ichiga oladi. O'quvchilar 3 guruhga bo'linadi. 1-guruh odobli bolalar, 2-guruh mehnatsevarlar, 3-guruh mehribonlar deb nomlanadi. Guruhlarga quyidagi topshiriqlar beriladi. 1-guruh odobli bolaga xos 3 ta xatti-harakatni aytadi. 2-guruhimiz mehnatsevar bolalar nimalarni qilishadi. 3-guruh do'stiga yordam bergan holatini aytib beradi. Har bir guruh chiqish qiladi. O'qituvchi rag'batlantiradi. Amaliy mashg'ulot: 10 minut darslikda berilgan topshiriqlar va rasm asosida suhbat qilamiz. Darslikda quyidagi yozma topshiriqlar berilgan. Sehrli so'zlarni eslang. Minnatdor bo'lganda qanday so'zlarni aytamiz? Xayr so'zini qaysi so'zlar bilan almashtirish mumkin? Keyin esa sehrli so'zlarni o'quvchilar belgilashlari kerak bo'ladi. Yana bir topshiriq: yordam qanday bo'lishi mumkin? Bunda bo'sh joylarga o'quvchilar o'qituvchi bilan birgalikda bo'sh joylarni to'ldirishadi. Keyingi topshiriq: rasm asosida hikoya tuzishlari kerak bo'ladi o'quvchilar. Buning uchun o'qituvchi yordam beradi. Qishda qanday kiyinish kerak? Yo'llar nima uchun qordan tozalanadi? Qishda bolalar qanday o'yinlarni o'ynaydilar? O'yin chog'ida nimalarga ahamiyat berish zarur? Qishda kasal bo'lmaslik uchun nimalar qilish kerak kabi savollarga o'quvchilar javob berishga harakat qilishadi. Yakuniy qism 5 daqiqa. Baholash yulduzchalar orqali umumiy natijalar e'lon qilinadi. Uyga vazifa: o'quvchilarga ota-onangizga bugun bir yaxshilik qilib, ertangi darsda aytib bering deb vazifa beramiz. Dars so'ngida o'quvchilar 2-chorakdagi asosiy mavzularni eslab ayta oladilar. Odob, mehr, minnatdorlik, mehnatsevarlik haqida tushunchaga ega bo'ladilar. Jamoada ishlash va fikr almashish ko'nikmalarini mustahkamlashadi. E'tiboringiz uchun rahmat.